Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi navisimiz ustanovkasini yakunladik. Bu navisimiz Chimyonda Mindoniga ustanovka bo'ldi. Bu joyga shumkali holatdagi navis ustanovka qilib berdik. Navisimiz haqida ozgina bir ma'lumot beramiz. Ustunlarimiz 8x8 1.7 stenali profil, asosiy o'q xorilarimiz 4x4 1.7 stenali lazer gul bilan ishlov berganmiz. Lazerimiz stenasi 1.8. Har bir 25 ga tashlangan firmalarimiz 3x3 1.7 stenali profildan tashkil topgan. Shadalarimiz 1.3 stenali tunikani yopishdan oldin oq faner, undan keyin falgizol, keyin 0.4 qallikdagi tunika yopib berganmiz akalar. Ko'rishlari mumkin. Xudo xolasa chiroyli va skromniy variantda chiqdi. Narxi ham hamyonbop. Mana bu tarafdan endi syomkasi. Xudo xolasa hammasi bir-biriga uyg'unlashib chiroyli holatda chiqdi. Eskullarimiz barchalari tillarang bo'lib turibdi. Endi sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Xudo xolasa chiroyli variantda bo'ldi navisimiz. Kimga shunaqangi navislar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Bu burchak holatda bo'lgan. Mana burchaklarni ham keltirib o'rganmiz. Xudo xolasa.